Assalomu alaykum. Yasin Motors'ning YouTube sahifasi kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Xo'p, bu safargi obzorimizda ushbu Lochin mototsiklimiz bo'ladi. Lochin zavodidan yangicha dizaynda ishlab chiqarilgan ushbu mototsiklimiz. Hozir men sizlarga buni to'liq obzor qilib beraman. Undan oldin esa albatta Yasin Motors'ning YouTube sahifasiga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Xo'p, akalar, ushbu Lochin mototsiklimiz zavoddan yangicha dizaynda ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin, chokko rang bilan oq rang kombinatsiyasida ishlangan. Juda ham chiroyli ishlab qo'ygan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ushbu Lochin mototsiklimiz motori 200 kubalik bo'ladi, akalar. Undan tashqari suyuqlik sovutish tizimi bilan jihozlangan. Vilkasiga keladigan bo'lsak, vilkasi purjinkali 50 lik bo'ladi, akalar. Panejinli funksiyasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bort qismi qovurg'ali bort bo'ladi, akalar. Avvalgi qovurg'ali bortlarga nisbatan balandroq chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Orqa holatlari, yonboshlariga mana bunaqa Lochin brendlari tushirilgan. Xo'p, ushbu Lochin mototsiklimizda bort qismi, akalar, 220 ga 1.35 bo'ladi. Undan tashqari orqa qismi bortning yonboshga ochiladi, ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki buni ochib bortini mana bunda bemalol yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bizda bu Lochin mototsiklidan assortimentimiz keng. Xuddi shu variantning silindrlisi ham bor bizda. Ko'rishingiz mumkin. Silindrlisini ko'rsatib o'taman. U ana ko'tarilgan. Bizda Lochin mototsiklarining assortimenti juda ham keng. Agar kimga Lochin mototsikllari kerak bo'lsa, biz Lochin zavodining Samarqanddagi yagona rasmiy dilerimiz va butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz ham mavjud. Va bizdan naqd pulga xohlasangiz Turonbank orqali imtiyozli kreditga, xohlasangiz mahalla hokim yordamchisining bir dona tavsiyanomasi orqali ham mana shu yerda turgan barcha Lochin mototsiklaringizni xarid qilishingiz mumkin. Zavod narxida. Bizlarda assortimentimiz juda ham keng. Xohlasangiz kvadrotsiklarimizdan ham bor. Mana sizga boyaga aytgan silindrli, xuddi boyagi variantni silindrlisi 1 tonnagacha silindri yuklarni ko'tarib tushirib bera oladi. Bu ham xuddi shu modeldan, faqat silindri bor. Agar kimga Lochin mototsikllari zavod narxida kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, albatta Yasin Motors'da YouTube sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Agar kimga Lochin mototsikllari qiziq bo'lsa, bemalol yuqoridagi telefon raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin.